Mamlakatimizda xotin-qizlarning ta'lim olishlari uchun keng sharoitlar yaratish hamda ularni ilm-fan sohasiga faol jalb qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Men Qoraqalpoq davlat universiteti lingvistika ingliz tili mutaxassisligining 2-bosqich magistrantiman. Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq mening va boshqa xotin-qizlarning to'lov-kontrakt summalari davlat budjeti tomonidan to'liq qoplab berilmoqda. Bu men uchun va men kabi boshqa xotin-qizlarning bilim olishi hamda ilm-fan bilan shug'ullanishi uchun keng ko'lamli imkoniyatlar yaratib bermoqda. Kelajakda yaxshi ta'lim olib, yurtimizning ilm-fan sohasiga o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman va albatta biz uchun shunday imkoniyatlarni yaratib berayotgan muhtaram prezidentimizga o'z shaxsiy minnatdorchiligimni bildiraman.